Qurilishdagi eng xavfli xato qayerdaligini bilasizmi? Bu xato ko'zga ko'rinmaydigan joyda bo'ladi. Uzil bu konstruksiyaning eng muhim birikma joyi. Aynan shu hududlarda muammolar kelib chiqadi. Защитный слой bu nima? Bu armatura yoki metal elementini tashqi muhitdan himoya qiladigan beton qatlami hisoblanadi. Birinchi vazifasi armatura yoki metal qismi zanglashdan himoya qilish. Agar himoya qatlamingiz yupqa bo'ladigan bo'lsa, armaturalaringiz tez korroziyaga uchraydi. Ikkinchi vazifasi yong'inga chidamliligi. Beton qatlami to'g'ri tanlansa, yuqori haroratdan ham metalni himoya qiladi. Uchinchi vazifasi mustahkamlikni saqlaydi. To'g'ri qoldirilgan himoya qatlami konstruksiyani ham to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Rigillarda himoya qatlami 2 sm dan 5 sm gacha bo'lishi mumkin. Agar защитный slойlar normaga mos bo'lmasa, yoriqlar, zang, hatto konstruktiv xavf paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni rigil qismidagi защитный slойlar kattalashib ketadigan bo'lsa, uning ustiga o'tiradigan plita karkas ustiga emas, защитный slойlar ustiga o'tiradi. Natijada yuk beton ustiga tushib, beton uvalanib, plita tushib ketish xavfi paydo bo'ladi. Shuning uchun qurilishdagi mayda uzillarga katta ahamiyat berilishi shart. Qurilishda mayda detal yo'q, har bir detal muhim ahamiyatga ega.